2025-yil Fido biznes kompaniyasi uchun o'sish, yutuqlar va yangi imkoniyatlar yili bo'ldi. Biz ishonch bilan oldinga intildik. Faoliyat doiramizni kengaytirdik va axborot texnologiyalari bozoridagi o'rnimizni mustahkamladik. Ta'lim va rivojlanish, malakalarni oshirish bizning ustuvor vazifamiz bo'lib qolmoqda. Fido biznesning Alhamd Shariah Advisory Services Private Limited Pokiston xalqaro tashkiloti bilan ilgari o'rnatilgan hamkorligi tufayli joriy yilning fevral oyida FB Islamic Finance'ning ikkita mahsuloti murobaha va ijara Islom moliyaviy institutlari uchun buxgalteriya hisobi va audit tashkiloti standartlariga muvofiqligini tasdiqlovchi xalqaro sertifikat olindi. 2025-yil 3-aprel va 2025-yil 1-iyul kunlari amalga oshirilgan katta ishlar natijasida kompaniyamizning kiberxavfsizlik markazi tomonidan 3 ta dasturiy mahsuloti IABS Islamic Finance va FB NKO kiberxavfsizlik talablariga muvofiqligi bo'yicha sertifikatlar olindi. 2025-yil 1-iyulda kompaniyamiz sertifikat oldi va O'zbekiston ish beruvchilar uyushmasiga a'zo bo'ldi. Bu esa kompaniyamizning biznes hamjamiyatidagi ishonchli va ochiq hamkor sifatidagi obro'sini tasdiqlaydi. 2025-yil 18-avgust Toshkentda Fido Business Academy'ning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Akademiya zamonaviy ta'lim usullari, murabbiylar tajribasi va O'zbekiston bozorining real holatlarini uyg'unlashtirgan holda bugungi kun va kelajakda talab qilinadigan mutaxassislarni tayyorlamoqda. 2025-yil 23-oktyabr Fido Business Akademiyasida bank jarayonlarini robotlashtirish mavzusiga bag'ishlangan ochiq uchrashuv o'tkazildi. Fido Business xodimlari Primo RPA jamoasi bilan hamkorlikda taklif etilgan mehmonlarga avtomatlashtirish texnologiyalari O'zbekiston va NDH davlatlaridagi banklar faoliyatini qanday o'zgartirayotgani haqida ma'lumot berishdi. Butun yil davomida xodimlarimiz faol ravishda o'z malakalarini oshirib, turli xil sertifikatlarni qo'lga kiritdilar. Xalqaro hamkorlik. Biz xalqaro tadbirlarda faol ishtirok etdik. 2025-yil 27-fevral kuni Bishkek shahrida bo'lib o'tgan Digital Kyrgyzstan 2025 yillik platformada Fido Business kompaniyasi bosh homiy sifatida o'z stendini taqdim etdi. Bu stendda Qirg'iziston Respublikasining moliya va bank sohalari uchun innovatsion yechimlar namoyish etildi. 2025-yil 21-apreldan 29-aprelgacha Bahodirov Olimxon va Rahmatullayev Davron Yaponiyadagi eng yirik axborot texnologiyalari va raqamli transformatsiya ko'rgazmasida kompaniyamiz stendini namoyish etdilar. Yangi aloqalar o'rnatildi. Yaponiya kompaniyalari bilan hamkorlik va tajriba almashish masalalari bo'yicha muzokaralar olib borildi. 2025-yil 28-29 may Fido Business xodimlari O'zbekiston Respublikasi va butun Markaziy Osiyo mintaqasining raqamli kelajagiga oid asosiy masalalar muhokama qilingan Toshkentdagi Digital Uzbekistan xalqaro platformada ishtirok etdilar. 2025-yil 7-8 kompaniya xodimlari Markaziy Yevroosiyoning kiberxavfsizlik sammitida ishtirok etdilar. Ushbu sammit butun dunyodan yetakchi soha mutaxassislarini to'plab, kiberxavfsizlik tahdidlarining global manzarasi, jumladan tendensiyalar, prognozlar va xalqaro hamkorlikning ahamiyatini muhokama qilish uchun o'tkazildi. 2025-yil 12-14 noyabr kunlari Xo'jayev Oybek va Bahodirov Olimxon kompaniya stendini Singapur moliyaviy texnologiyalar festivalida taqdim etdilar. Bu xalqaro maydon jahon yetakchilari, siyosatchilari va innovatorlari moliya, texnologiya, barqaror rivojlanish va tegishli sohalardagi o'z g'oyalari bilan o'rtoqlashib, jahon iqtisodiyotini shakllantiruvchi kuchlarga keng qamrovli nazar tashlash imkonini berdi. 2025-yil 20-noyabr Fido Business xodimlari FinNext Asia 2025 xalqaro moliyaviy innovatsiyalar forumida ishtirok etdilar. Unda raqamli transformatsiyaning global tendensiyalari va muammolari muhokama qilindi. 2025-yil 6-dekabr Fido Business kompaniyasi Google ishlab chiqaruvchilar guruhi GDG tomonidan tashkil etilgan GDG DevFest 2025 texnologik konferensiyasining bosh homiysi bo'ldi. Mustafoyev Jaloliddin xavfsiz CI/CD tizimini qanday qurish mumkin mavzusida ma'ruza qildi. Biz turli mamlakatlardagi hamkasblarimiz bilan mustahkam aloqalar o'rnatib, Fido Businessning mintaqadagi ishonchli texnologik hamkor sifatidagi mavqeini mustahkamlamoqdamiz. Korporativ madaniyat va jamoaviy ruh.
2025-yil yorqin korporativ tadbirlar bilan ham yodda qoldi. 2025-yil 3-aprel kompaniya ofisida uzoq kutilgan bahor bayrami Navro'zni nishonladik. 2025-yil 14 va 15-iyun kunlari Fido biznes xodimlari Zomin milliy bog'ida Zamin ultra marafonida ishtirok etishdi. 2025-yil 2 va 3-avgust kunlari Liner dam olish maskanida Fido biznes kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan korporativ jamoa shakllantirish tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir korporativ madaniyatni rivojlantirish va jamoada qulay muhitni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ichki strategiyaning muhim qismiga aylandi. 2025-yil 25-28 avgust kunlari Raqamli texnologiyalar vazirligi va IT Park Uzbekistan tomonidan IT Park Cyber Cup 2025 turniri o'tkazildi. Fido biznes jamoasi CS2 toifasida 3-o'rinni egalladi. 2025-yil 13-sentyabr kuni Fido biznes kompaniyasining 17 nafar xodimi O'zbekistondagi ilk tungi yugurish musobaqasi Bukhara Night Race Buxoro tungi poygasida ishtirok etdi. 2025-yil 30-sentyabr kuni Fido biznes kompaniyasi ofisida 2025-yil 8-30 sentyabr oralig'ida o'tkazilgan stol tennisi bo'yicha chempionatning finali bo'lib o'tdi. 2025-yil 8 va 9 noyabr kunlari kompaniyaning 27 nafar xodimi Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Samarqand Marafon xalqaro sport festivalida ishtirok etdi. 2025-yil 20 noyabr kuni Fido biznes kompaniyasi ofisida har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladigan Oila kuni bayrami bo'lib o'tdi. 2025-yil 22 noyabr kuni Fido biznes xodimlari O'zbekiston Respublikasi IT parki rezidentlari o'rtasida o'tkazilgan stol tennisi bo'yicha chempionatda kompaniyani taqdim etishdi. 2025-yil 23 noyabrdan 14 dekabrgacha IT Park Uzbekistan tomonidan tashkil etilgan IT Park Football Championship 2025 futbol chempionatida Fido biznes terma jamoasi ishtirok etdi. G'alabaga bo'lgan qat'iyat, iroda va jamoaviy ruhni namoyon etgan holda jamoa final bosqichiga chiqib, 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Bunday tadbirlar bizni bir-birimizga yanada yaqinlashtiradi, ishonch va o'zaro qo'llab-quvvatlash muhitini shakllantiradi. Ijtimoiy mas'uliyat. 2025-yil 13-oktyabr kuni Fido biznes kompaniyasi vakillari Qorako'l xalqaro matematika maktabiga tashrif buyurishdi. Maktab rahbariyati bilan kelgusidagi hamkorlik, moliyaviy yordam ko'rsatish va iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha muzokaralar o'tkazildi. Yuqori sinf o'quvchilari bilan uchrashuvda biznesni rivojlantirish bo'yicha direktor Dadajonova Farida zamonaviy jamiyatda axborot texnologiyalarining o'rni, shaxs va umuman jamiyat rivojlanishi uchun bilim olishning ahamiyati haqida so'zladi. Kelgusi hamkorlik to'g'risida memorandum imzolandi. Kompaniya, Apple va Umid Nuri bolalar xayriya jamg'armalari, shuningdek Gavchek va yoqimtoy mushukchilar hayvonot boshpanalarini qo'llab-quvvatlashni davom ettirmoqda. Biz ishonch bilan ayta olamizki, ijtimoiy mas'uliyat Fido biznes falsafasining ajralmas qismidir. Yutuqlarimiz raqamlarda. Xodimlar soni yil davomida 352 nafardan 398 nafarga ko'paydi. Imzolangan shartnomalar soni 508 tadan 900 taga yetdi. Banklardan kelib tushgan xat va arizalar soni 24508 tani tashkil etdi. Kompaniyada ishlaydigan ayollar soni 65 nafar, tuzilgan nikohlar soni 28 ta, tug'ilgan bolalar soni 19 nafar, mehnat ta'tiliga chiqqan xodimlar soni 246 nafardan 311 nafarga ko'paydi. Emlanganlar soni 140 nafardan 193 nafarga yetdi. Biz Zoom uchrashuvlarda 40 ming soatdan ortiq vaqt o'tkazdik. 120 ming piyoladan ortiq qahva ichildi. 300 kilometrdan ziyod marafon masofasi bosib o'tildi. Xodimlar sport zalida 500 soatdan ko'proq shug'ullanishdi. Kelajakka nigoh. O'zgarishlar. Birinchi, 2025-yilda biz ichki biznes jarayonlarini chuqur tahlil qildik va mijozlarimizdan kompaniyamiz haqidagi fikrlarni to'pladik. 2026-yilda biznes jarayonlarimizni birgalikda joriy etishimiz va takomillashtirishimiz lozim. Ikkinchi, mijozlarimiz bilan ko'plab suhbatlar o'tkazdik. Xulosa, mijozlar bilan muloqotni yaxshilash ustida ishlaymiz. Mijoz bor, biz bormiz. Har bir Fido xodimi mijoz manfaatlarini ustuvor bilishi shart.
Uchinchi, 2026-yilda bizni mahsulotlarimizni tubdan yangilash bo'yicha ulkan ishlar kutmoqda. To'rtinchi, kundalik vazifalarning 30%ni sun'iy intellekt zimmasiga yuklaymiz. O'zgarishlarni samarali amalga oshirish uchun xodimlarimizga bir qator o'quv seminarlari va treninglar o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz. Bu jamoamizning barcha a'zolariga yangi yondashuvlarga moslashish va mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Mijozlar fikr-mulohazalaridan faol foydalanish mahsulot va xizmatlarimizni doimiy takomillashtirishning asosiy qismiga aylanadi. Buning uchun muntazam so'rovnomalar o'tkazish va mijozlar fikrlarini tahlil qilish tizimini yo'lga qo'yamiz. Transformatsiyaning muhim qismi innovatsiya va hamkorlikka yo'naltirilgan korporativ madaniyatni rivojlantirish bo'ladi. Har bir xodim kompaniya faoliyatini yaxshilash bo'yicha o'z g'oyalari va takliflarini bildira olishi uchun xodimlar tashabbusini rag'batlantiramiz. Nihoyat, biz bozordagi o'zgarishlarni kuzatib boramiz va kelajakda raqobatbardosh bo'lib qolish hamda mijozlar ehtiyojlarini qondirish maqsadida strategiyamizni yangi tendensiyalar va texnologiyalarga moslashtiramiz. Bu qadamlarning barchasi bizga yanada moslashuvchan, mijozga yo'naltirilgan va zamonaviy bozor talablariga javob bera oladigan kompaniya yaratishga yordam beradi. 2026-yil uchun mahsulotlar bo'yicha vazifalar. Birinchi, hozirgi kunda birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz natijasida nodavlat notijorat tashkilotlari va islomiy moliya bo'yicha shartnomalar imzolandi. 2026-yilda yirik nodavlat notijorat tashkilotlari segmentida bozor ulushining 50% ni egallash, islomiy moliya mahsulotini esa kamida 30 ta mijozda joriy etish rejalashtirilgan. Ikkinchi, KartHub yagona karta tizimi Xalq bankida sinov tariqasida ishga tushirish ustida ish olib borilmoqda va yangi yilda uni kamida 5 ta bankda joriy etishimiz lozim. Uchinchi, sun'iy intellekt asosidagi FB Assessor mahsulotni to'liq shakllantirish va uni targ'ib qilish ustida ishlash, shu orqali kamida 10 ta muvaffaqiyatlisini joriy etishni ta'minlash zarur. To'rtinchi, Siriusni bitta bankda joriy etish kerak. Beshinchi, BaaS Bank as a Service'ni bitta bankda amalga oshirish lozim. Oltinchi, AMLni bitta bankda tatbiq etish zarur. Yettinchi, raqamli bank platformasi barcha mijozlarimizni KIB dan RBP ga o'tkazish. 8. Mikromoliyaviy banklarda IABT ni 10 marta joriy etishni amalga oshirish. Kutilayotgan loyihalar. Birinchi, MHXS tizimi. Banklarda MHXS bo'yicha parallel hisobni yuritish. Ikkinchi, raqamli pensiya jamg'armasi. Uchinchi, katta ma'lumotlar qo'lini yaratish va ular bilan ishlash. To'rtinchi, sun'iy intellekt yordamida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish. Beshinchi, 2 bankda IABS tizimini joriy etish. 2026-yilga belgilangan maqsadlarga erishish uchun har birimizdan quyidagilar talab etiladi. Birinchi, kompaniya vazifasini chuqur anglash va uning qadriyatlarini kundalik faoliyatda qo'llash. Ikkinchi, o'z ustida ishlash va kasbiy malakani oshirishga doimiy intilish. Uchinchi, sun'iy intellektni o'zlashtirish va kundalik vazifalarda unumli foydalanish. To'rtinchi, jarayonlar va vaqtni maqbullashtirgan holda samarali ishlash ko'nikmasini shakllantirish. Beshinchi, yangi g'oyalar va yechimlar taklif etish orqali kompaniya hayotida tashabbuskor va faol qatnashish. Oltinchi, umumiy maqsadlarga erishish yo'lida hamkasblar bilan bilim va tajriba almashish asosida hamkorlik qilish. Yettinchi, tanqidiy fikrlarni ochiq qabul qilish va ulardan o'z faoliyatini takomillashtirish uchun foydalanish. 8. Jamoada ijobiy muhit yaratish maqsadida guruhda ishlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. 2025-yil to'g'ri yo'nalishda ilgarilab borayotganimizni isbotladi. Biz yagona jamoamiz va birgalikda ulkan natijalarga erishmoqdamiz. Oldinda yangi maqsadlar, yangi imkoniyatlar va yangi yutuqlar kutmoqda. Fido biznes, kelajak sari birgalikda.